Yangi Hayot tumani Sputnik 8 dan 2 xona 70 kvadrat 3-etajdan remontlar bilan birga uyimizga chiqdi. Hurmatli obunachilar, 17500 boshlang'ich to'lov qilib uyimizni ipotekaga xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, uyimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Bismillah, obzorni boshlaymiz. Kiraverish fayzli xonadon, menga o'xshagan katta prixoshkasi bor uy, fayzli bo'ladi. O'ng tomonda sanuzelni ko'rishingiz mumkin razdelniy holatda. Vanna, kafelarni ko'rib turibsizlar. Razdelniy holatda hojatxona. Alohida vakuumlar qo'yilgan zapasli suv uchun to'pli pol qilingan. To'g'rida kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamiz ham keng katta holatda. Alohida duv konturli kotel qo'yilgan, issiq tizimli suvdan muammo bo'lmaydi. Kuxnyadan tashqari qaragan derazalar bor. Mana kuxni mebel, xolodilniklari uyda qoladi. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimiz uzun yo'lak bo'ylab yurganda chap qo'lda zalimizni ko'rishingiz mumkin. Menimcha bunaqa katta kvadratli uylar kamdan kam chiqadi, hurmatli obunachilar. Yana narxi ham yaxshi. Zal qismidan ko'rib turibsizlar. Zaldan tashqari qaragan menga o'xshagan katta keng balkon bor. Balkonni ko'rib turibsizlar. Zalimiz ham juda katta holatda. Uyimizda 70 kvadrat metr. 9 qavatli dommi, 3-qavatda joylashgan. Chiqib tushishli liftlari bor, g'ishli dom. Hurmatli obunachilar, uyimiz 2 xonali uy. Bu yerda yotoqxona qismini ko'rishingiz mumkin. Ikkita derazalar tashqariga qaragan, konditsionerlari bor. Mana bu ko'rib turgan spalniy garnituringlar ham uyda qoladi. 9 qavatli dom, 3-qavat 70 kvadrat 2 xonali uyimizda boshlang'ich 17550 dollar bilan uyimizni ipoteka orqali xarid qilsangiz ham bo'ladi yoki 58500 dollarga naqdga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bunaqa variantlar faqat Realtor Ali kanalida bo'ladi. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Pastda nomerlar qoldiramiz. To'liq ma'lumot, lokatsiya, oylik to'lovlar Telegram kanalida bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.